Hem ikkinchisi, menimcha bir davo sepi, buni ta'sis ish bo'lishi mumkin. Yoshlashishi lozim. Men nimishqa deyman desa, hozir nurg'un asosliroq tashkilotlarimizni qarasak, asosan yosh a'zolar nihoyat oz. Yoshlar nihoyat oz. Hozir ish qilayotganlar ko'pinchisi shu tashkilotni qurgan chog'da yosh bo'lgani bilan hozir allaburun yoshligidan yoshlik bosqichidan o'tib ketib bo'ldi. Endi nima uchun bu yoshlarni yoshlashtirish lozim deyman. Hozir mening tashkilotlar o'zini isloh qilishni har qancha o'ylagani bilan zodi isloh qilishimiz kerakdi deb qaragani bilan ularga psixik iqtidorimi, mijoz xarakterimi yor bermayotdi. Ya'ni buni o'ylagani bilan qilolmayotdi. Endi bu yoshlash deganimiz biz bir odamning badaniga o'xshatsak, qon aylanishini yaxshilash degan gap. Agar bu badan qonga ehtiyojli chog'da bu qon aylanishi yaxshi bo'lmasa, asta-asta bu qon tomir to'silib, yurakdan chatoq chiqib, yurak chatoq chiqqandan keyin odam o'lgandek. Hozir tashkilotlarda qon aylanish deydigan narsa mavjud emas. Balki tashkilotning ko'ngli kelishi mumkin, mavjud emas. Qaysi tashkilot ko'rsatadi masalan? Manchil ichida manchilik yosh odamni elib, hozir manda g'olliq odamimizga aylandi. Bizning rahbarlik qatlamimizda manchilik yosh keyin kirganlar bor deb gösterleydi. Bu kichik ish emas bu. Bu kichik ish emas. Davoning izchilligi uchun nima qilsa qilib bu masalani hal qilishi lozim. Yoshlashish masalasini hal qilishi lozim. Shunda bo'lgan chog'da bayon bergandek qon aylanish yurishsa bir badanda andiki umid bor. Bu islohot degan ish bir qatim qilib to'xtab qoldigan ish emas. Her vaqt bir xil islohot ruhi ichida turish lozim. Bir zamonlar islohotchi bo'lganlar bir zamonlar kelganda islohotning to'sog'i soyini qilishi mumkin ashida. Buni esdan chiqarmaslik kerak.